Sho'rtoq yo'lida yaxshi mahallalardan biri Iftixor ko'chada joylashgan yo'l yuziga 150 metr yaqinlikdagi oldi sotoq 7 xona 3 ta sanuzilganga hovlini sotuvga qo'yildi. Videoni oxirigacha ko'ring, qolgan ma'lumotlarni video davomida berib boramiz. Uyimizga kirishimiz bilan katta naves bor. 3 ta mana xotirjam siraveradi. Uy dahliz, ichida hammom sanuzillar ham bor. Yana bitta uy dahliz, uni ham ichida hammom sanuzillar bor. Hozir ichkaridan ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana bu sho'rlashganlarga ahamiyat bermaymiz, qishda remont qilinganligi sababli. Turganimizda katta 5 metrga 9 metrlik zal. Buni yonida bitta spalni. Buni yonida oila davrasida o'tiradigan xonamiz. Tend to embrace, wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? Hovlimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Hujjatlar 100% joyida. Agar raqamlarni videoga yozib qo'ydiraman, telefon qilinglar. Narxini $150,000 deyiladi. Namangan yangi uylar nomidan chiqsani chiroyli narxlarda kelishtirib qildiriladi. Zo'r videolar bizning kanalda. Shunaqa katta yo'lga yaqin hovli olaman degan tashkilotga shu videoni jo'natib, yo'lakchani kuzatib qo'yishni unutmaysiz.